Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar. Bugun elegant to'yxonasindamiz. Sizlarga ko'pchilik bilatog'in, ko'pchilik bilmaytog'in shu to'yxonaning asoschilaridan biri Akbar akam tanishtirsam. Akbar aka. Assalomu alaykum. Men ismim Akbar, shu to'yxonani tashkilotchilaridan biriman. Xush kelibsan Farruh. Rahmat. Bu to'yxona o'ng bo'lsin, xalqimizga Rahmat. bir shunday to'yxonani chiroyli qilib qurib bergani uchun sizga Gullan xalqi nomidan rahmatimizni aytamiz. Xo'p, endi to'yxonaning ko'pchilikka shov-shuv bo'lib turgan yoki bir muhokamalarga sabab bo'lib turgan to'yxona desak ham bo'ladi. Mana odamlar yuranishyapti, kelyapti. Bugun mana to'y. Bu yo'nalishni tanlashga sabab nima bo'lgan o'zi? Ya'ni stol narxlash deymiz, stol baholash deymiz mana shuni. Bu narsa bir xalqimizga qiziq bo'lib, bu narsada xalqimiz qiziq turgandan xursandman, to'g'risi. Mehnatlarimizni qadrlab, yangilik bo'lib turgan. Yangilik bo'lib turgandan, shunga odamlar shu narsani kutib yurgan ekan. To'g'risi, o'ylamaganda bu rezultat bo'ladi deb o'zimiz ham qo'rqdik boshida. Lekin mana xalqimiz o'zi ko'rib kelib turibdi. To'g'ri qabul etyapti. Bundan asosiy maqsad endi masalan ko'p to'ylarda ko'ramiz, o'zimiz ham to'ylarda xizmatda yurganmiz. To'yning egalari, yaqinlari ko'pdan ko'pi Qozonboshda yuradi, xizmatda yuradi, to'yda davrada yura olmaydi. Hammasi xizmatda yugur-yugur bilan yuradi. To'g'ri. Biz shu narsalarni yo'qotish maqsadida shu to'y qilgan odamlarning yaqinlari, qarindoshlaridan kelsin, davrada o'ynab kulsin. Shu muammoli ishlarni biz hal qilib berdik. Bular maza qilib to'yda o'ynab kulib ketsin degan maqsadda qilindi. To'g'ri. Demak, bu to'yxonaning yo'nalishi shu sababli bizning xalqimizga yangicha bir servis, yangicha xizmat turini kirgizish uchun qilingan, to'g'rimi? Shunday. Ko'rib turganlarimizda ofitsiantlar ham bugun necha dona? 40 dona ofitsiant bor. Hozir shu yerda yurgan. Kuxnyada 30 odam ishlab yuribdi. O'sha 70 odam bugungi to'y uchun bugungi to'y uchun xizmatda. Demak, do'stlar, qolgan jarayonlarni, to'y o'tkaziladigan jarayonlarni hammasini video davomida ko'rib borsangiz bo'ladi. Mana o'zimiz ham guvohi bo'ldik, xalqimiz yaxshi qabul etyapti. 4-5 odam ki bugunning o'zida o'zi sanalarni belgilab ketyapti. Adashmasam, fevral oyidan o'zi olib boshladi. Fevraldan olib boshladi. Yanvardan 2 to'yimiz bor, ha? Bor, ha. Fevraldan o'zi to'yimiz ko'payib qoldi. Xudo xolasa. Aytgancha yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Xudo xolasa endi eldimiz 19-dan Ramazon oyi bo'ladi. Bemalol kelib turib, mana dasturxonlarni ko'rib yoki to'y ma'muriyatini bog'lanib, o'zingiz sanalaringizni belgilasangiz bo'ladi. Shu fevral oyi baribir tezroq zayd bo'lib qolish ehtimoli bor.